Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun 25-aprel, juma kuni turibmiz. Xo'p, toza strapila berdik, garbili yo'g'idan 100 dona, 20 dona murlat. Sarrobga 713, keyin 4,5 metrlik to'sin. Ustakalarimiz o'zlari o'zlari ko'rib turibdilar. Hammasi zo'r chiqyapti. Chimyonga olib chiqib ketishyapti. Xudo xolasa 5 metrlik to'sin berdik. Ozroq, keyin ko'proq 4,5. Strapilalar. Strapilalar holati yaxshi, ko'rib chiroyisini olishyapti. Guruchlarimiz bor. Bemalol kelaverasizlar. Quruq to'sinlarimizdan berdik, 5 metrlik 20 dona, 150 ming so'mdan Farg'onaga olib ketyaptilar. Ustakam o'zlari ham ko'tarib ko'ryapti qiziqib. To'sinimiz quruq edi. Uzuni 5 metrlik. Hozir obod qilsa bo'laveradi masalan. Uch tomonlarini yaxshi holati. Narxi 150 ming so'mdan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana murlat berganmiz. 18 dona 4 metrli, narxi 40 ming so'mdan bo'ldi. Hop, keyin 5 metrli to'sin berdik. Sarrob ustun tortqa qilib mana shu mashinani to'ldirib beramiz. Videomizni ko'rib turinglar oxirigacha. Bitta dishot ekan chetdalar. O'zlariga olishyapti. Mana to'sinimiz kecha ham bir pachkasini sotgan bo'lsak, mana quruqligi. Mana ko'ringlar. Quruq 5 to'sin bo'ldi mana. Sifati hozir obodlashib borishaveradi buni, quruqligini, yo'g'onligini ko'ringlar. Telefon nomerlarini chiqarib beraman, telefon qilib kelaverasizlar. Sizlarga mana shunaqa quruqlarni berib turamiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar, mana hamma yo'qni yuklab beramiz, murlat ustunlargacha. Sarrobga navbat keldi, 5 metrlik sarrob. 5 metrlik sarroblar 50 mingdan bo'ldi. Chekka olavergancha. 14 dona sarrob berdik. Bu to'sinlarimiz 4,5 metr kesib yuboradilar. Sarroblar baquvvatligi. Bash chekkaga ham qo'yaraman, hozirda oldiga joydan yutardingiz. Bo'ldi. 3 metrlik to'sin yuklashni boshladik mana. 3 metrlik narxi 50 ming so'mdan bo'ldi. 3 metrlik to'sinda yaxshi edi holat. Bobur orqadan qatashing. Mana yuklarimiz juda bo'ldi, ish ketyapti, xudo xolasa. Istagan zarur bo'lsa bemalol kelaverasizlar.